Aziz birodarim, atrofingizga bir nazar soling. Dunyo fitna-yu fasodga to'lganligiga amin bo'lasiz. Insonlarni yer yuzida yovuzlikka, nohaq qon to'kib buzg'unchilikka buyuradigan shayton insonlarning eng yovuz dushmanidir. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ibn Abbos raziyallohu anhu hazratlaridan eshitganlarini Muaz bin Jabal quyidagicha rivoyat etadi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga ansorlardan birini uyda yig'ilib, jamoat bo'lib suhbat o'tkazayotgan edik. Bir payt tashqaridan bir ovoz keldi. Ey uy egasi ichkaridagilar, uyga kirishimga menga ruxsat berasizlarmi? Sizlar bilan ko'rishmoqim lozim. Ishim bor. To'planganlar darhol Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qaradilar. Chunki jamoatning rahbari doim u kishi edilar va ruxsatni ham o'zlari berardilar. Bu kelgan kim bilasizlarmi deb so'radilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Barchamiz baravariga eng yaxshi bilguvchi Alloh va uni rasulidir dedik. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la'natlangan iblisdir, shaytondir. Unga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Shu vaqtda Hazrat Umar radhiyallohu anhu "Ya Rasululloh, menga ruxsat bering, men uni o'ldirayin" dedi. Payg'ambarimiz bunga izn bermadilar va shunday dedilar: "To'xta ey Umar, bilmaysanmi? Unga ma'lum bir vaqtgacha muhlat berilgan. O'ldirma." Keyin buyurdilar: "Eshikni oching, kirsin. Bu yerga kelishi uchun u Allohdan buyruq olgan. Aytadigan so'zlarni tushunishga harakat qilinglar va yaxshilab eshitib olinglar." Eshikni unga ochdilar. Ichkariga kirdi va bizga ko'rindi. Qarasak, bir qari chol, ko'zlari g'ilay, iyagida 6 yoki 7 dona soqoli bor. Ot juniga o'xshaydi. Ko'zlari katta-katta ochilgan. U kirib shunday salom berdi: Salom sizga ey Muhammad. Salom sizga ey jamoat muslimin. Uning bu salomiga Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bunday javob qildilar: "Salom Allohnikidir eylayin. Bir ish bilan kelganingni eshitdim. Nima ekan u ish?" Men bu yerga o'z xohishim bilan kelmadim. Majburan keldim. Nima ekan u majburiyat deb so'radilar Rasululloh. Shayton dedi: Izzatli Robbing oldidan menga bir farishta keldi va bunday dedi: Alloh taolo senga amr qildi. Muhammadni oldiga past va haqir xor holda tavozi bilan borasan. Unga odam farzandlarini qanday aldashingni, ularni qanday qilib yo'ldan adashtirishingni birma-bir so'ylaysan. Keyin u sendan nima so'rasa, to'g'risini aytasan. So'zlaringga bir yolg'on qo'shib aytsang, to'g'ri so'zlamasang kuningni ko'kka sovuraman. Dushmanlaring oldida rasvo qilaman. Men shu buyruqqa binoan sening yoningga keldim. Ey Muhammad, istaganingizni mendan so'rang. Agar savollaringizga to'g'ri javob bermasam, dushmanlarim ustimdan kulishadi.
Dushmanlarimning kulgisi esa men uchun eng dahshatli fojiadir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'ray boshladilar. Modomiki to'g'ri so'zlar ekansan, menga aytchi, xalq orasida sen eng yomon ko'rgan odam kim? Shayton javob berdi. Siz ey Muhammad, Allohning yaratgan mahluqotlar orasida men eng yomon ko'rgan kimsa, sizdan boshqa yana kim bo'lishi mumkin? Mendan keyin yana eng yomon ko'rganing kimdir? deb so'radilar Rasululloh. Shayton dedi: Butun borlig'ini Alloh yo'liga fido qilgan taqvodor har bir yosh mo'mindir, deb javob qildi. Shundan keyin savol-javob quyidagicha davom etdi. Rasululloh so'rayverdilar. Shayton javob beraverdi. Yana kimni yomon ko'rasan? Shubhali ishlardan uzoq va sabrli bo'lgan olimni. Keyinchi sabrli, ehtiyojini va kambag'alligini hech kimga bildirmaydigan, o'z holidan shikoyat qilmaydigan faqirni. Keyinchi shukr qiluvchi boyni. Mening ummatim namozga turganida holing ne kechadi? Yo Muhammad, meni isma tutadi va titrayman. Ro'za tutgan vaqtida nima qilasan? U vaqtda men bog'lanaman. Haj qilganlarda holing ne kechadi? U zamon aqldan ozaman. Qur'on o'qiganlarida-chi? U vaqtda men olovday eriyman. Sadaqa berganlarida-chi? Sadaqa beruvchi qo'l meni arra bilan ikkiga bo'ladi. Abu Bakr haqida nima deysan? U menga johiliyat davrida ham itoat etmadi. Islomga kirgandan keyin qanday qilib menga itoat qilsin? deb javob berdi iblis. Umar bin Hattob haqida nima deysan? Allohga qasamki, qayerda uni ko'rsam undan qochaman. Usmon bin Affon haqida fikring qanday? Undan juda uyalaman. Rahmonning farishtalar ham undan uyaladilar. Ali ibn Abdu Tolib haqida fikring qanday? Qoshki uni qo'lidan qutula olsam. U bir o'zi qolsa, men ham bir o'zim qolaman. U meni xoli qo'ysa, men ham uni xoli qo'ysaydim. Men uni xoli qo'yaman-ku-ya. U meni hech xoli qo'ymaydi-da. Ummatimga saodat ihson qilgan, seni to ma'lum vaqtgacha buzg'unchi qilgan Allohga hamd bo'lsin. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu jumlalarini eshitgan la'nati iblis xitob qildi. Hayhot, ummatingiz saodati qani? Men o'sha mal'um vaqtgacha tirik ekanman. Sizni ko'nglingiz qanday qilib ummatingizdan to'q bo'lsin? Men ularni qon yo'llariga kiraman, etlariga singib ketaman. Ammo ular meni bu holimni ko'rmas va bilmaslar. Meni yaratgan va qiyomat kunigacha muhlat bergan Allohga qasamki, ularni barchasini yo'ldan ozdiraman. Johillarni va olimlarni, savodsizlarni va o'qimishlilarni, fojirlarni va obidlarni, qisqasi ularni hech biri mendan qutula olmaydi. Faqatgina Allohning xolis qullarini, faqat ularnigina yo'ldan ozdira olmayman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'radilar. Seningcha muxlis qullar kimlardir? La'nati iblis javob qildi. Bilmaysizmi ey Muhammad? Birisi pulni, moli dunyoni sevadi. U Allohga ixlosli emas. Boshqasi moli dunyoni sevmaydi.
maqtalishni, madh etilishini xushlamaydi. Shundan uning ixlos sohibi ekanini bilaman va zudlik bilan uni tashlab qochaman. Bir banda mol va davlatni, maqtalishni sevgan, qalbi dunyo orzulari bilan to'lib toshib, unga bog'lanib qolgan paytida bandalar orasida menga eng ko'p itoat qilguvchilardan bo'ladi. Bilmaysizmi? Mol sevgisi katta gunohlarning eng kattasidir. Bosh bo'lish sevgisi yana katta gunohlarning eng kattalaridandir. Iblis davom etdi. Ey Muhammad, bilmaysizmi? Meni 70,000 bolam bor. Bularni har birini boshqa joylarga tayin qilganman. Har bir bolam bilan yana 70,000 shayton bor. Ularning bir qismini esa mashoyixga yubordim. Yana bir qismini keksa xotinlarga hamroh qilib yubordim. Yoshlarga kelsak, ular bilan oramizda hech nizo yo'q. Ular bilan g'oyatda yaxshi chiqishamiz. Bolalarga kelsak, ular bilan biznikilar xohlaganlaricha birgalikda o'ynab kuladilar. Biznikilarning bir qismini obidlarga, bir qismini esa zohidlarning boshiga dard qildim. Shaytonlar bularni yoniga boradilar. Qo'yniga kirib, u holdan bu holga soladilar. Bir tepadan narigi tepaga olib kelib, boshini aylantiradilar. Shunday holga tushadilarki, barcha sabablarini so'ka boshlaydilar. Mana shunday qilib ularni ixlosini olaman. Bunday hollarga tushgach, ular ibodatni ixlossiz qiladilar. Ammo bu holatlardan xabarlar bo'lmaydi. Iblis bir rohibni qanday qilib yo'ldan ozdirganini aytib berdi. Bilmaysizmi ey Muhammad? Rohib barsisa 70 yil ixlos bilan Allohga ibodat qildi. Bu ibodatlar natijasida unga shunday bir hol ihson etildiki, ular har duo qilganida kasallar duoning barakalari tufayli shifo topib ketardi. Uni orqasiga tushdim. Hech holi qo'ymadim. Oqibatda zino qildi. Qotil bo'ldi. Oxiri kufr yo'liga kirdi. Alloh taolo aziz kitobda aytgan odam shudir. Keyin shayton ba'zi yomon fe'llar haqida so'z boshlab, u fe'llardan qanday foydalanishini gapira ketdi. Bilmaysizmi ey Muhammad? Yolg'on mendandir va ilk yolg'on so'zlagan ham mendirman. Kimki yolg'on so'zlasa, u mening do'stim. Kimda kim yolg'ondan qasam ichsa, u ham meni sevgilimdir. Bilmaysizmi ey Muhammad? Men odamga va havoga yolg'ondan Allohga deb and ichgan edim. Muhaqqaq men sizga nasihat qilyapman dedim va nasihat qildim ham. Chunki yolg'ondan qasam ichish ko'nglimning rohatidir. G'iybat va fitnaga kelsak, bular ham mening mevalarim va meni bayramimdir. Kimki xoh bir marta bo'lsin, xoh to'g'ri narsa uchun bo'lsin, taloqni o'rtaga qo'yib qasam ichsa, gunohkor bo'lishidan andisha etiladi. Kim taloqni og'ziga olsa, to haqiqat yuziga chiqqunicha xotini unga harom bo'ladi. Bunday holatda qiyomatgacha ulardan bo'lgan bolalar zinodan bo'lgan hisoblanadi. Og'ziga olingan taloq kalimasi tufayli hammasi jahannamga kiradi. Ey Muhammad, kim
namozga turmoqchi bo'lsa, darrov uni vasvasiga solaman. Hali vaqt bor. Sen bandasan, hozircha ishingni qilib tur, namozingni keyin o'qirsan. Natijada u namozni vaqti tugagandan keyin o'qiydi. Va shu sabab uni namozi qabul bo'lmaydi. Agar u kimsa meni mag'lub etsa, unga inson shaytonlaridan birini jo'nataman. U esa namozini o'z vaqtida o'qishidan uni chalg'itadi. Agar bunda ham meni yutib chiqsa, endi namoz o'qiyotgan vaqtida ishga kirishaman. O'ngga qara, chapga qara deb avrayman. U ham qaraydi, keyin peshonasidan silab o'pib qo'yaman. Sen abadiy yaramas bir ishni qilding deb uni huzurini buzaman. Siz bilasizki, ey Muhammad, kim namozda u yoqqa, bu yoqqa qayrayversa, Alloh uni namozini qabul etmaydi. Bunda ham meni yutqazsam, yolg'iz o'zi namoz o'qiyotganda oldiga boraman va tez o'qishini buyuraman. U ham namozini xuddi xo'roz tumshug'i bilan yerdan narsalarni terib olayotganday tez o'qiy boshlaydi. Bu ishni da qildira olmasam, bu safar jamoat bilan namozda turganida yoniga boraman. Uni boshidan jilovlayman. Boshini sajdadan va rukudan imomdan avval ko'taraman. Imomdan avval sajda va ruku qildiraman. Mana shunday qilgani uchun qiyomat kuni Alloh uni boshini eshak boshiga aylantiradi. U odam meni bu ishda ham mag'lub etsa, bu gal unga barmoqlarini chiqillatishni buyuraman. Agar bu ishni unga namozda qildira olsam, u menga tasbih aytgan bo'ladi. Bunda ham unga mag'lub bo'lsam, endi unga yaqin boraman-da, namoz o'qiyotganida burniga puflayman. Men puflasam, u esnay boshlaydi. Agar bu esnashda og'zini qo'li bilan yopmasa, uning ichiga kichik bir shayton kiradi va dunyo hirsini, dunyoviy orzu istaklarning bog'larini ko'paytiradi. Mana shundan keyin u kimsa doim bizga itoat qiladi, so'zimizni tinglaydi, aytganlarimizni qiladi. Shayton so'zida davom etdi. Siz ummatingizni qanday saodatiga ishonasiz? Nimasidan xotiningiz jam? Men ularga ne tuzoqlar quraman. Miskin, chorasiz va zavollarni oldiga boraman. Namoz o'qishni tashlang deb buyuraman. Va namoz siz uchun emas, u Alloh ofiyat ihson qilgan va pullik, to'qlik bergan bandalari uchun deyman. Keyin kasallarni oldiga boraman. Namoz o'qishni tashla. Chunki Alloh taolo xastalarni majburlash yo'q deb buyurgan. Sog'ayib ketganingdan keyin o'qirsan deyman. Va u shu asnoda namozni tashlaydi. Hatto kufrga ham ketadi. Agar u kasal chog'ida namozni tark etgan holida o'lib ketsa, Allohning huzuriga borganida Allohning g'azabiga uchraydi. Ey Muhammad, agar men bu so'zlarimga yolg'on qo'shgan bo'lsam, meni chayon chaqsin. Allohdan so'rangizki, meni kulga aylantirsin. Ey Muhammad, siz ummatingizni taqdiridan xotiningiz jammi? Holbuki men ularning oldidan birini dindan chiqaraman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shaytonga qisqa savollar bera boshladilar. Ey Layn, sen o'tirganingda do'sting kimdir? Foiz oluvchi. Do'sting kim? Zino qiluvchi. Yotoqda do'sting kim? Mast sarxush, aroq ichuvchi. Mehmoning kim? O'g'ri. Elching kim? Sehrgarlar. Ko'zingni nuri nima? Taloq. Sevgiling kim? Juma namozini tashlaganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu gal boshqa mavzuga o'tdilar.
ey layin, seni nima xafa qiladi? Alloh yo'lida jihodga chopgan otlarning kishnashlari. Jismingni nima eritadi? Tavba qilganlarning tavbasi. Jigaringni nima parchalaydi? Nima chiritadi? Kecha va kunduz Allohga qilingan ko'p istig'forlar. Yuzingni nima burishtiradi? Yashirincha berilgan sadaqa. Ko'zlaringni nima ko'r qiladi? Yarim kechasi o'qilgan namoz. Boshingni egdiradigan nima? Yana yarim tunda o'qilgan namoz. Boshingni egdirgan yana nima? Jamoat bilan ko'p o'qiladigan namoz. Nabiy muhtaram sallallohu alayhi vasallam boshqa mavzuga ko'chdilar. Ishingdan seni nima chalg'itadi? Ulamolarning majlislari. Ovqatni qanday yeysan? Chap qo'lim bilan, barmoqlarimning uchi bilan yeyman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana boshqa mavzuga o'tdilar. Robbingdan nimalarni talab qilding? 10 ta narsani talab qildim. Ular nimalar ekan eylayin? Allohdan meni odam o'g'illarining moliga va avlodiga sherik qilasan deb tiladim. Bu talabimni qabul qildi. Ularga sherik bo'l, mollariga va bollariga. Ularga va'da ber. Holbuki shayton ularga eng ko'p g'urur berar, dedi Robbim. Bismillohsiz so'yilgan hayvonning go'shtidan yeyman. Foiz va harom aralashgan ovqatlardan yeyman. Shaytondan qochib Allohga sig'inilmagan molning ham sherigiman. Jinsiy aloqa vaqtida mendan panoh tilab Allohga sig'inmagan odam bilan birga ayoliga yaqinlik qilaman. Va bu yaqinlikdan birlashuvda paydo bo'lgan bola bizga itoat etadigan, so'zimizni bajaradigan bo'ladi. Kimki hayvonga minar ekan, halol yo'lni emas, aksincha harom yo'lni xohlab minsa, men ham u bilan birga minaman. Uni hamrohi va hayvon do'sti bo'laman. Bu esa oyat karima bilan sobitdir. Alloh taolodan tiladimki, menga bir uy bersin. Hammomlarni menga uy o'laroq berdi. So'radimki, menga bir masjid bersin. Bozorlarni menga masjid qilib berdi. Menga o'qish uchun kitob berishni istadim. She'rlarni menga o'qish uchun kitob qilib berdi. Xohladimki, menga bir azon bersin. Munojatlar, qo'shiqlarni berdi. Tiladimki, menga yotoq do'st bersin. Sarxushlarni berdi. Istadimki, menga yordamchilar bersin. Buning uchun esa qadariyachilarni berdi. Xohladimki, menga birodarlar bersin. Mollarni bekorga isrof qilguvchilarni berdi. Yana ma'siyat ishlarga pullarini sarflaydiganlarni berdi. Ey Muhammad, Allohdan tiladimki, men odam bolalarini ko'rayin. Ammo ular meni ko'rmasinlar. Bu tilagim ham qabul etildi. So'radimki, odam farzandlarining qon yo'llarini menga yo'l o'laroq ber. Bu istagim ham amalga oshdi. Shunday qilib men ular orasida oqib turaman. Kezaman, qanday istasam shunday aylanib yuraman. Barcha bu istak xohishlarimni menga berdi va barchasi berildi senga, dedi Robbim. Va men bu holatlarimdan faxrlanaman. Shuni ham qo'shib qo'yayinki, men bilan birga bo'lganlar sen bilan birga bo'lganlardan ko'pdir. Mana shunday odam farzandlarining aksari qismi qiyomatgacha men bilan birga bo'ladilar. Mening
Ademih ismli o'g'lim bor. Bir banda xufton namozini o'qimasdan uxlab qolsa, uni oldiga borib qulog'iga siyadi. Agar shunday qilmasa, imkon yo'q. Insonlar namozlarini ado qilmasdan uxlamas edilar. Yana bir Mutakazi ismli o'g'lim bor. Uni vazifasi maxfiy solih amallarni oshkor qilishdir. Masalan, bir banda yashirincha bir ibodat bajarsa, va bu ishini yashirincha harakat qilsa, Mutakazi uni turtadi. Oqibatda u yashirin amalini tarqalishiga va oshkor bo'lishiga muvaffaq bo'ladi. Natijada Alloh taolo bu amal egasini 100 ta savobidan 99'ini yo'qqa chiqaradi. Biri qoladi xolos. Chunki bir qul yashirincha bir solih amal bajarsa, unga 100 savob yoziladi-da. Mening yana bir Quhayl ismli o'g'lim bor. Uning vazifasi insonlarni ko'zlarini silashdir. Ayniqsa ulamo majlislarida va xatib xutba o'qiyotganida ozgina ko'zlarini siladimi, tamom, mudrab uxlay boshlaydilar. Ulamoning so'zlarini eshitmaydilar, natijada hech savob ololmaydilar. Qaysi ayol bo'lishidan qat'iy nazar, u turib ketgan joyiga shayton o'tiradi. Har bir ayolning quchog'ida albatta shayton bordir. Qaraganlarga ayolni chiroyli qilib ko'rsatadi. Unga ba'zi ishlarni qildiradi. Masalan, qo'lingni, bilaklaringni tashqariga chiqar, ko'rsat hammaga deydi. Ayol darhol bu amalni bajaradi. Qo'l bilaklarni ochib ko'rsatadi. Keyin shayton bu ayolni hayo pardasini tirnoqlari bilan yirtadi. Shundan keyin iblis Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga o'z holatini anglata boshladi. Ey Muhammad, biron kimsani zalolatga olib borish uchun qo'limda imkon yo'q. Men faqat vasvasaga solaman. Bir narsani chiroyli qilib ko'rsataman xolos. Agar zalolatga olib borish uchun qo'limda imkoniyat bo'lsa edi, yer yuzida la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deydiganlarni, roza tutadiganlarni, namoz o'qiydiganlarni hech holi qo'ymasdim. Barchasini zalolatga boshlardim. Sening qo'lingda hidoyatga boshlash imkoniyati bo'lmaganday, men ham zalolatga boshlay olmayman. Siz faqatgina Allohning elchisiz va tabliğga ma'mursiz. Agar hidoyatga boshlash qo'lingizda bo'lsaydi, yer yuzida bitta ham kofir qolmas edi. Siz Allohni yaratganlari uchun bir hujjatsiz. Men ham azaldan buzg'unchilik, gunohkorlik yozilgan kishilarga bir sabab vositaman. Pok bo'lgan shaxs to ona qornidaligidayoq pok bo'lgan. Shaki rasvo bo'lgan ham ona qornida ekanidayoq shakidir. Saodatga erishtiruvchi Alloh, ahli shaqovat qilguvchi ham Allohdir. Keyin payg'ambarimiz iblisga buyurdilar: Ey Abu Murra, ajabo, sening tavba qilishing va Allohga qaytishing mumkin emasmi? Jannatga kirishingga kafil bo'laman. Iblis dedi: Ya Rasululloh, ish berilgan hukmga ko'ra bo'ldi. Qarorni yozgan qalam ham qurdi. Qiyomatgacha bo'ladigan ishlar bo'lajakdir. Sizni payg'ambarlarning muhtarami qilgan, jannat ahlini xatibi qilgan va sizni xalqi ichida tanlangan va xalqi orasida afzal qilgan, meni esa shakilarning xo'jasi aylagan va jahannam ahlini xatibi qilgan Allohdir va u butun nuqson sifatlardan pokdir.
Iblis so'zini shunday tamomladi: mana shu aytganlarim so'nggi so'zlarimdir va butun aytganlarimni to'g'ri so'zladim. مولاي قد نامت عيون وتيقظت أيضا عيون، نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون، نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون. مولاي قد نامت عيون وتيقظت أيضا عيون، نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون، نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون. ترنو إلينا وهي ساهية عن الدنيا القوم، أتراه وأذهلها جلال الله أم مر القرون؟